Feruzaxonim Normatova. Vaynerlarga el yurt faxri degan orden berishibdi. Masalan, shu yurtda a'zosi bo'lsam, men ularni faxrim deb o'ylamayman. Bloger Feruza Normatova el yurt faxri ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bugungi kunda el yurt faxri kabi mukofotlar kimlarga berilishi kerakligi haqida jamiyatda turli fikrlar paydo bo'lmoqda. Vaynerlar nima qilibdiki, elimiz, yurtimiz uchun ularga el yurt faxri degan orden berasizlar. O'qituvchilar bor og'ir sharoitda ishlayotgan. Xususan Feruza Normatovaga ushbu mukofot berilgani ham katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Bir o'qituvchi o'z Instagram sahifasida juda ta'sirli fikr bildirdi. U shunday deydi: "Men bloger va vaynerlarni el yurt faxri deb hisoblamayman. Chunki haqiqiy faxr bu jamiyat uchun jimgina xizmat qilayotgan insonlardir. Darhaqiqat, har kuni yuzlab bolalarning kelajagi uchun jon kuydirayotgan ustozlar bor. 8-10 soatlab operatsiya qilib, hattoki bepulga bemorlarni davolayotgan shifokorlar bor. Vrachlar bor 8 soatlab operatsiyalar qilib, nogironlar bepulga yurg'izib borayotgan. Ichki ishlar xodimlari bor. Shaxsiy hayot, bayram degan narsa nomi bor, ularda yo'q. Bolasi uxlaganda keladi, uyg'onmasdan ketadi. Issiqda ham, sovuqda ham, hattoki bayram kunlari ham oilasidan uzoqda turib, xalq xavfsizligi uchun xizmat qilayotgan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ham bundan mustasno emas. Ular kamera qarshisida emas, trend uchun emas, mashhurlik uchun emas, balki vijdon va mas'uliyat uchun xizmat qilmoqda. Aynan mana shu mukofot uchun loyiq insonlar shu insonlardir. Albatta bu bilan bloger yoki san'atkorlarning mehnatini inkor qilib bo'lmaydi. Lekin el yurt faxri degan nom juda katta mas'uliyat va xalq uchun fidoyilikni anglatadi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta izohingizni kommentariyada yozib qoldiring. Men bunaqa video olaman deb o'ylamadim. Vaynerlarga el yurt faxri degan orden berishibdi. Masalan, shu yurtda a'zosi bo'lsam, men ularni faxrim deb o'ylamayman. Vaynerlar nima qilibdiki, elimiz, yurtimiz uchun ularga el yurt faxri degan orden berasizlar. O'qituvchilar bor og'ir sharoitda ishlayotgan, haqiqatda yurtimiz uchun fidoyi xizmat qilayotgan. 10 ta non yopsa, 2 tasini olib kelib issig'ida o'quvchilarga tarqatayotgan. Vrachlar bor 8 soatlab operatsiyalar qilib, nogironlar bepulga yurg'izib borayotgan. Ichki ishlar xodimlari bor. Shaxsiy hayot, bayram degan narsa nomi bor, ularda yo'q. Bolasi uxlaganda keladi, uyg'onmasdan ketadi. Afsus. Ajoyib aktrisamiz Feruzaxonim Normatova. Feruzaxon ajoyib aktrisamiz. Eng asosiysi bizni qo'llab-quvvatlagan, bizni iltimos etgan xalqimizga boshim yerga kunga ta'zim qilaman. Boshqa katta rahmat.